Uzumda xinalarim bu darajada sotilishini bilganimda tovarlarimni oldindan tayyorlab qo'ygan bo'lardim. Hech qanaqa tayyorgarliksiz, qani qo'yib ko'raylikchi degan maqsadda xinalarimizni Uzum marketga joylashtirdik va biz kutmagan bomba natija bo'ldi. Omborga hamma xinalarimizdan, mix boxlarimizdan, tirnoq boxlarimizdan, hamma narsamizdan 50 tadan joylashtirdik va uxladik. Ertalab tursak, omborda hech qanaqa tovar qolmagan va hammasi yetkazib berishga FBS ga o'tib ketgan. Bu natijada biz 5 kun uxlamasdan xinalarni upakovka qilib chiqdik. Ya'ni FBS ga topshirishga juda qiynaldik. FBS ga topshirishga ulgurmaganimiz uchun, tovarlarni yetkazib bera olmaganligimiz uchun Uzum marketda bir kunda emas, 3 kunda yetib boradigan bo'lib qoldi. 3 kunda yetib boradigan bo'lib qolganligi uchun biz ham summadan, puldan yutqazdik, ham vaqtdan yutqazdik. Endi ancha Uzum market yaxshi tushunib oldik. Shu sababdan omborga juda ham ko'p xinalarimizni olib borib qo'ydik. Endi bemalol Uzum marketdan bizani original Misr xinalarimizni, qo'lga chizadigan xinalarimizni, tirnoq bokslarimizni, mix bokslarimizni, qo'l uchun bokslarimizni hammasini zakaz qilsanglar bo'ladi va inshaalloh endi bir kunda yetib boradi. Biz ulgurmaganligimiz uchun 3 kunda deb ko'rsatayotgandi. Endi Uzum marketga kirib, xina Siren deb yozsanglar bizani shopimiz chiqadi va o'sha joyda bizani hamma original xinalarimizni zakaz qilsanglar bo'ladi. Viloyatdan ham turib yoki Toshkent shahardan ham zakaz qilsanglar, inshaalloh bir kunda yetib boradi va dastavkasi uylarning yonidagi Uzum marketlarga bepul yetib boradi. Shunda borib olib foydalanasizlar. Agar qanaqa qilib foydalanish bilmasanglar, olgan narsanglarni Telegramga xina Siren admin deb yozsanglar, adminimizning Telegrami chiqadi. Men shunaqa sotib olgandan foydalanishni bilmayapman deb yozsanglar, sizlarga foydalanishni videolarini tashab beramiz va mazza qilib bemalol foydalanasizlar.